Nazokat. Muallif Bahorim. 10-qism. Ikkisi bir-birini quchgancha ancha turdilar. Ikkisi ham ichidagilarni aytgisi bor, yengil tortkisi kelayotgandi. Nazokat ilk muhabbat haqida aytmoqchi bo'lsa, Sitora orzuyidagi yigitga fotihalanganini tezroq aytgisi kelardi. Yaxshiyam ikkimizning ham tishimiz og'ribdi. Yana qara, bu shifokorga navbat ko'pligini. Ikkimizni navbatimiz kelgunicha mazza qilib gaplashamiz. Shu bahona gaplashmasak, boshqa payt imkon bo'lmayapti. Opa, yuzingizda tabassum ko'z tegmasin. Ha, baxtliman. Sababchisi bor albatta. Aytgandim-ku, dadam turmushga beryapti deya. Oho, kim ekan opamni baxtli qilgan omadli yigit. Bir gapim bor unga. Siz noyob, topilmas qizga uylanyapsiz. Xafa qilmang, faqat baxtli qiling deya aytmoqchiman. Oshirib yubording. Hamma qatori insonman-da. Biroz jim bo'lgan Sitora gapida davom etdi. Yigit bilan uchrashdim. Dadam majburlab chiqardi, xafa edim. Yigitni ko'rib esa fikrim o'zgardi. Yuziga nim tabassum yoyildi Sitorani. Dadamdan, akamdan mehr ko'rmadim. Turmush o'rtog'im meni sevsin, qadrlasin, bor mehrini bersin deya duodaman. Uni ko'rsang edi Nazokat, rostdan ham orzuyimdagidek inson. Yana birdan kayfiyati tushdi Sitorani. Nima bo'ldi? Opasini kulib gapirayotganini jim tinglayotgan Nazokat birdan kayfiyati tushganiga yuragi shuv etdi. Eti jimirlab, bir ko'ngilsizlik bo'lgandek tuyuldi unga. Gapiring, nima bo'ldi? Nazarimda u menga majburan uylanayotgandek tuyuldi. Birinchi uchrashuvimizda bu holni sezmagandim. Keyin shu kunlarda menga uylanishni xohlamayotgandek nazarimda. Yo'q, balki sizga shunaqa tuyulayotgandir. Endi bir-biringizni taniyapsiz. Hali hammasi boshqacha bo'lar. Shunaqamikan? Ha-da, yigitni ko'rgim, tanishgilarim kelib ketyapti opa. Sizni aql hushingizni olgan yigitni juda ko'rgim kelyapti. Juda ko'rging kelyaptimi? Voy, voy, qarashingizni qizg'onyapsizmi? Rashkmi bu hozir? Opa-yey, o'zingizga siylov bo'lajak pochchaginam. Shunchaki ilk bori sizni bunaqa baxtli ko'rishim. Sizning baxt tabassumingizga sababchi bo'lgan insonni ko'rgim keldi. Hech bo'lmasa, ismini aytarsiz? Sizdan necha yosh kattalar yoki tengdoshmisizlar? Yo'q, tengdosh emasmiz. Mendan 5 yosh katta ekan, 23 yoshda. Ismi Shahboz. Shahbozmi? Nazokatning kulib turgan yuzi birdan jiddiylashdi. Ha, Shahboz, nima bo'ldi? Shahboz va Sitora. Xayoliga o'zi yoqtirib qolgan Shahbozning unashtirilgan qizining ismi keldi Nazokatni. Rostdan Shahbozmi? 5 yosh katta sizdan. Ha, Shahboz, taniysanmi ularni? Hozir taniyman desam, xafa bo'lsa-chi? Tanimayman desam, keyinchalik bilib qolsalar, u xonadonda ishlaganimni. Unda ham xafa bo'ladilar. Aytmading deb. Aytmaganimni ham noto'g'ri tushunsalarchi? Yaxshisi aytganim ma'qul. Qo'llarini, butun vujudini titroq bosdi Nazokatni. Men tanisam kerak. Bir oy avval ishga kirdim, enagalikka. O'sha yerda Shahboz ismli yigit ham yashar ekan. Adashmasam, sizning bo'lajak eringiz u yigit. Bo'lajak eringiz degan gapni aytgan Nazokatni ichidan nimadir chirt etib uzildi. O'zini arrang ushlab turardi. Yig'lab yubormaslik uchun ko'ylagini qattiq qisgancha g'ijimlar iloji boricha tepaga qarab gapirardi. Shunaqa degan, u oilada 3 aka-uka yashasharmikan? Ha, ota-onasi vafot etgan, katta akasi uylangan. Menimcha, o'sha uylangan akasining bolalariga qarayapsan. Ha, Madina va Muslim. Ko'raman deganding, mana ko'ribsan ham. Qanaqa ekan bo'lajak pochchang? Jiddiy kelishgan yigit-a? Hayajonlanib ketyapman Nazokat. Sevgi bunchalar yoqimli va hayajonli bo'lmasang. Baxtli bo'ling.
Baxtdan sarmast Sitora nazokatni yosh mavjlangan ko'zlarini payqamadi ham. Xom xayollaring nihoyasiga yetdi nazokat, nihoyasiga yetdi. Seni sevishga, sevilishga haqqing yo'q edi. Sitorani navbati kelgunicha ham yarim soatdan ko'p vaqt o'tdi. Opa-singillar mazza qilib suhbatlashdi. Nazokat Shahboz haqida bilgunicha. Bilganidan so'ng suhbatlari yakunlangunicha igna ustida o'tirgandek halovati yo'qolgandi. Opasi tishini oldirib Nazokat bilan xayrlashdi va ketdi. Hech ajralgisi kelmasa ham ketishi kerak. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Siz uchun pinhon muhabbatimni qalbimni tub-tubiga ko'mishga tayyorman. Siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Hali yana bemorlar bormi, Tina? Ha, 3-4 ta qolibdi. Nikoh ishimiz ham hal bo'ldi. Endi Shahzodam yonimda bo'ladi. Stakanga muzdek sharbatni quygan Shahriyor bir ko'tarishda ichib yubordi. Ichdi-yu, ichida yonayotgan olov hovuri bosilmadi. Shahriyor, sizga xafa bo'lish yarashmaydi, azizim. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Ko'zlarini qattiq yumib ochgan Shahriyor, yaxshi, keyingi bemor kiraversin dedi. Xo'p-da. Nazokat shifokor huzuriga kirgan payt ham parishonligi tarqamagandi. Qani, o'tiringchi. Yuzida niqob, jiddiy qiyofadagi shifokor qo'liga yangi perchatka taqdi-yu, ishini boshlash uchun joyiga o'tirdi. Shikoyatingiz qanaqa? Jahl tishimni bittasi og'rigan, oldirmoqchiman. Og'zingizni ochingchi. Nazokat og'zini ochgan payt shifokorni bir qoshi biroz tepaga ko'tarilib, yaxshi degandek bosh silkidi. Nazokat tishi olinayotgan payt parishonligi ham tarqab ketdi. Azaldan tish oldirishdan qo'rqqan, tezroq tishi olinsa-yu, tezroq ketsam deya o'ylardi. Shifokorni esa qayerdadir ko'rgandek his qilardi. Qayerda ko'rganini eslay olmasdi. Bo'ldi, og'riq bergan tishlaringizdan ham qutildingiz, Nazosh xonim. Tushunmadim, siz meni taniysizmi? Labida bola bor, suv parisini unutib bo'larmidi? A? Hech nima, bora qol. Yana uchrashish taqdirimizda bo'lsa ko'risharmiz, bo'lmasa yo'q. Ishimizda esa jiddiyni yoqishimiz kerak. Yupqaroq oynali ko'zoynagini stol ustiga qo'ygan shifokor yigit Nazokatning anqayib qolganiga kulib qo'ydi. Maryam, qaynukangga aytib qo'y. Alvastisi meni hovlimni faysiz qilib, ochiq-sochiq latta-puttasini kiyib yurmasin. Bu uyda yashab ketishini xohlasa, o'zini ham, xonimchasini ham tartibga keltirsin. Kechki payt tashqarida, hovlida ovqatlanishayotganda Shuhrat Shahriyor va Tinani xiringlashib, uyga kirib kelganini ko'rib, ataylab ovozini baland qilib xotiniga gapirdi-yu, Shahriyor eshitishini xohladi. Qo'ying, dadasi, asabiylashmang. Aytib qo'yaman o'zim Shahriyorga. Shuhrat indamadi. Qovoq uygancha ovqatlanishda davom etdi. Aka, senda gapim bor. Xonangga kirib gaplashaylik. Kechagi suhbatdan beri Shuhrat ukasidan xafa bo'lib gapirmayotgandi. Yo'g'e, men bilan gaplashmoqchimisan? Nima qilasan gaplashib? Seni jigarlaring yo'q-ku. Sen o'z bilganingcha ish qilasan. Aka, men aytaman deganimda eshitib qol. Ertaga shu ishni qilganimda jahl qilmaysan keyin. Shuhrat ensa qotirib ichkariga tomon yurdi. Bola asrab olmoqchiman. Bola asrab olmoqchisan? Alvasti xotining tug'ib bersin. Nima qilasan bola asrab olib? Gap nimadaligini bilmasdan Tinani haqorat qilaverma. Aytsangiz bilamanmi, Shahriyorjon? Asabiylashdi Shuhrat. Bugun vaqti kelibdi ayta qolay bor gapni. Shahriyor peshonasini bir qashib qo'ydi-da, o'ylangancha gap boshladi. Bolani berishayotganda albatta uy joyi, sharoitiga qarashadi. Shuning uchun Tina bilan bu uydamiz. Sokin, osuda tun. Yulduzlar milt-milt yonib o'chib osmonni bezab turgan mitti chiroqlarga o'xshardi. Bedor insonlar bu mitti chiroqlarga termulgancha xayol surishadi. Xuddi Shahboz kabi. Hovuz bo'yida o'tirgan Shahbozning yoniga Shahriyor kelib o'tirdi. Akajonimni aqlli ukasi nimalar haqida o'ylayapti? Aka, shu kasa tishlaringiz yoqmaydi.
Nima, yolg'onmi? Sen aqlli ukasisan, men aqlsiz. Shu sizni aqlsizligingizni kasri menga ham uryapti. Iya, men nima qilibmanki, senga ursa? Uylanyapsan yoshginasiga. Totli hayoting boshlanyapti. Nega endi meni kasrim uradi? Sizni deb sevganimga yeta olmayapman. Akam Shahriyor boshimni yegani yetar. Sen ham bir ishkal qilma dedilar. Siz sabab akamni o'ylab, men harakatdan to'xtashga majbur bo'ldim. Gap bu yoqda degin. Demak, aqlli ukamiz unashtirilgan qizini emas, boshqa birini sevib qolibdi-da. Senga maslahatim, to'xtama. Akamga kelsak, ular bir kuni albatta tushunadi. Sen esa muhabbatingga yetish uchun kurash. Keyinchalik afsus qilmasliging uchun hozir kurash. Bo'lmasa, kurashmasang, mendek har kuni olovda yonasan. Oyi, tikishni eplar olarmikanman? Ertadan qatnab boshlayman. O'zimni juda boshqacha his qilyapman. Meni qizim hamma ishni eplaydi. Oyi, rosa maqtadingiz shukunlarda. Oshirib yubordingiz. Ona va qiz ko'chalarni boshidagi tikuvchi ayol bilan gaplashib qaytardi. Ayolni 4 ta shogird qizi bor ekan. Nazokat bilan 5 ta bo'lishgandi. Nazokat, Nazira opa, Shahbozjon qarshisidan chiqqan yigitga va qiziga qarab olgan Nazira, "Nima bo'ldi? Bu yoqlarga kelibsiz?" dedi salomiga alik olgach. "Sizlar bilan gaplashib olmoqchiman, muhim masalada." Nazokatni ichida to'fon boshlangandek go'yo toqatsizlana boshladi. "Qani edi? Siz bilan gaplashib hammasini hal qilib bo'lganda. Afsuski, buni iloji yo'q. Avval pok emasligimdan cho'chiyotgandim. Endi opamni unashtirilgan yigitini bildim-u, imkonsiz muhabbat ekanligiga amin bo'lib bo'ldim. Men xohlamayman siz bilan gaplashishni. Oyjon, yura qoling, uyga ketaylik." Nazokat oyisini tortqiladi. "Nazokat, hozir ketsang ham tinch qo'ymayman seni. Yoki seni sevishimni butun mahallang bilishini xohlayapsanmi?" Yurib ketayotgan oyoqlari birdan yurishdan to'xtadi Nazokatni. To'planib turgan ko'z yoshlari favvora misol yuziga otildi. "Nimalar deyapsiz, Shahboz? Men qizingizni sevaman, Nazira opa." Holroq kafega kelishdi. Shahboz Nazira opaga dilida nima gap bo'lsa, hammasini aytdi. Hatto unashtirilgani-yu, unashtiruvni bekor qilishigacha. "Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Qizim bir qizning baxtsizligi evaziga baxtli bo'la olarmidi?" Yana Nazokatni ko'nglichi. "Qizim, sen nima deysan?" O'zini yig'idan arang tutib turgan Nazokat Shahbozga bir qarab oldi-da, keyin gapirdi. "Men Shahboz akani shunchaki inson sifatida hurmat qilaman. Aka deb bilaman. Bo'lishi mumkinmas. Aldayapsan-a? Ko'zlaring sotib qo'yyapti. Sen ham meni yaxshi ko'rishingni. Sizni yaxshi ko'rmayman dedim. Yoki o'zingni. Nazokat, men seni boringcha qabul qilaman. Shahbozjon, qizim xohlamadi sizni. Bo'ldi, bu mavzuni yopaylik. Nazira opa, iltimos, qizingiz bilan yolg'iz gaplashib olay. 10 daqiqa bo'lsa ham vaqt bering." Nazira opa qiziga qaradi. Nazokat derazadan tashqariga qaragancha jim o'tirardi. "Mayli, men narigi stolda o'tirib turaman. Shahbozjon, qizimga bosim o'tkazmang. Faqat xo'p." Nazira boshqa stolga o'tgach, Shahboz biroz muddat Nazokatga termilib jim bo'lib qoldi. Bu qarashlardan hijolat bo'lib, ichi o't bo'lib yonayotgan Nazokat o'zi gapirdi. Tezroq ketishni xohlab. "Gapingiz tugagan bo'lsa keta qolay. Shoshma." "Xo'sh, bu kunlaringni eslatishni xohlamasdim. Ammo aytmasam ham bo'lmaydi. Hayotingda qanday og'riqli kun bo'lgan bo'lsa ham, sen qanday holatda bo'lsang ham, menga buni ahamiyati yo'q. Seni boringcha sevdim, boringcha qabul qilaman. Bilasanmi, unashtirilgan qizimga uylanishimni rahmatli dadam xohlagan ekanlar. Dadam bilan dadasi do'st bo'lishgan. U odamni qiziga uylanishimni faqat dadam xohlagan, men emas. Yoqtirgan qizi turmushga chiqib ketib, qizlardan biroz ko'ngli sovigan men biroz shoshibman.
Unashtirilganimdan keyin buni sezdim. 2 yil sabr qilganimda qarshimdagi kichik qiz ulg'ayib, menga yor bo'lar edi. Nazokat ko'zlarini yumdi, lablari titradi, yuragi tez-tez urar, nafas olishi ham tez edi. O'sha qiz bilan baxtli bo'ling. Hali ham kechmasdir. Shahboz aka, men sizni yoqtirmayman dedim. Nega tushunmaysiz? Xafa bo'lsangiz ham aytaman. Men sizni yoqtirmayman. Meni tinch qo'ying. Nazokat, nega bunaqa qilyapsan? Aldayapsan-ku. Kel, nima muammo bo'lsa ham birga hal qilaylik. Nimani yashirayotgan bo'lsang ayt. Hech nimani yashirmadim. Bo'ldi-da endi, yetar. Xohlamayman sizni. Nazokat joyidan turdi. Seni tinch qo'ymayman. Men esa sizni xohlamayman. Vaqtingizni bekorga ketkazganingiz qoladi. Oxiri ham aytmaganimga qo'ymaysiz shekilli. Meni yoqtirganim bor. U bilan ahdlashganmiz. Oyim bilmaydilar hali. Shunga sizga biron nima demadi. Meni tinch qo'ying. Chindan sevsangiz, baxtli bo'lishimga qo'yib bering va o'zingiz ham unashtirilgan qizingiz bilan baxtli bo'ling. Qalb deya atalmish maskanda borsan. Ismingni aytganda titrar shu yerim, birgina Alloh va menga oshkorsan. Sen meni hammadan yashirgan sirim. Shunchalar sir eding o'zimdan pinhon, sevishim bilmagan biror hujayram. Mavridi keldi-yu birdan nogahon, sevishing aytding-yu boshlandi bayram. Ko'pga cho'zilmadi ishqning bayrami, biz ayro yo'llarga qadam qo'ygandik. Taqdirning tor ekan bizga karami, bilmayin o'zimiz tig'siz so'ygandik. Shu onda tan oldik muhabbatni jim, ammo o'rtamizda pinhon yashardi. Buni bilib qolsa agar kimda kim, biz uchun go'yoki xavfga o'xshardi. Kech edi. Aslida kech qolgan edik. Yakunni chiroyli qilishga mutlaq, balki bir mo'jiza ro'y berar dedik. Mo'jizalar yashar ertakda biroq. She'r muallifi Yasemin. Shahboz va nazokat uchun atalgan she'r. Oyi, oyijon, nega meni tug'dingiz? Nega menga dunyo yuzini ko'rsatdingiz? Azoblanishim uchunmi? Nazokat dodlab yig'lar ekan, Nazira opa bag'riga bosib ovutdi. Nima deyishni bilmas, qiziga qo'shilib azoblanardi. Ko'ngli yarim opamni ko'ra bila turib, baxtini tortib ola olmasdim. Opamning baxtsizligi evaziga baxtli bo'la olmasdim. Jonim o'zimni, kel uxlaymiz. Asalim, shirin qizim, hammasini unutamiz-da, miriqib uxlaymiz. Bag'ringizda uxlashni xohlayman. Shahzoda, kel qizim, uyga olib ketgani keldim. Mehribonlik uyi xodimasi pinjiga tiqilayotgan qizcha Shahriyor necha bor chaqirsa ham bormadi yoniga. Men bilan ketishni xohlamaysanmi? Shahriyor umid nigohlari ila qaradi. Qizcha yo'q deya bosh silkidi. Qo'ying, majburlamang. Yoniga bir-ikki kelib o'zingizga o'rgating va sizga ko'nikkach olib ketaverasiz. Bola o'z xohishi bilan ketaman demasa, biz bera olmaymiz. Unda yaxshi, yana kelaman. Shahriyor xo'rsingancha joyidan turdi-da, eshik tomon yurdi. Ketish oldidan qizchaga yana bir qaradi. Onasini o'zginasi, ko'zlari, burunchasi, tim qora qoshlari-yu ingichka lablari. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q. Ishga ham bormay uyga kelgan Shahriyor yangasi, jiyanlarini yoniga bordi. Divanga bosh qo'ygancha o'ylanardi. Shahzoda men bilan kelishni xohlamadi. Bir-ikki borsangiz sizga o'rganadi. Hali kichik ekan-ku. Mehribonlik uyidagilar ham shunaqa deyishdi. Meni esa kutkim yo'q. Ha, yana aytgandik. Qizimni olib kelsam, unga qaraydigan enaga kerak. 10-qism tugadi. Davomi bor.